Shu videomizni sizlardan iltimos Alloh uchun so'rayman. Barcha WhatsApp guruhlariga podelitsiya qilib yuboringizlar. Barcha qurib tugab boryapti. Qo'llaringizdan kelsa yordam so'rayman. Agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, mening ham bolam yilda halqidek bolasi bo'lsa, davolatishga umuman imkoniyatim yo'q. Bolam trampa bilan tug'ilib 8 oyligida sidirga bergan. Qo'limdan kelgancha, ilojim yetgancha og'aynilar yordam berganiga ko'rsatganman. Mana 6 yoshda bo'ldi, 3 marta o'pirganman. Undalik bounsasiga, massajga. 3 martada natijasi mana shunday bo'lgan. Agar buyog'i zimma-zim o'parsam, yordam qilsalaringiz qo'ldan kelgancha, mendan qo'ytmasa Xudodan qo'ysin. Bizning yashab ketishiga ozgina bo'lsa ham sababchi bo'lib qolasiz degan umiddaman. Allohim befarzand akalarimiz, opalarimiz, singillarimizga farzand bersin. Bu 5 kunlik dunyoda siz bilan bizdan qolsa yaxshilik qiladi. Qo'lingizdan kelsa odamzodga yaxshilik qiling, qo'lingizdan kelmasa hech qachon biriga yomonlik tilamang. Biz Noxay shariti jamoati Xudoynazarov Xolmatov Dexay Xokkak yanaki Parsiz mahallasiga keldim. Ahmedov Abdujabbor oilasidan xabar olgani keldim. Shu jangga iltimos befarq bo'lmangizlar. Buni ahvolni ko'ryapsiz, barcha qurib tugayapti. Sibirga berib qolgan shu Dushanbaga olib borib ko'rsatsak-mi degan maqsadda mana onasi har kuni telefon qiladi jigalarimiz. Faqat massaj buyurgan. Doktorlar faqat massaj buyurgan ekan, shu Dushanbaga olib borib massaj qilish kerak ekan. Iltimos mana shu go'dak oyoqqa turib ketish uchun mana shu onasi ham havas qiladi, mana shu tengi xotari yigitlar bolalarda mana shu hovlisida o'ynab yuradi. Onani ko'ngli eziladi, o'zingiz bilasiz. Hech kimning farzandi bunday bo'lmasin. Videomizni barcha WhatsApp guruhlariga podelitsiya qilingizlar. Mana shu insonlardan qaytmasa Allohdan qaytsin akalar ukalar. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatib turgan mo'min musulmon akalar ukalar, opalar, singillar. Imkoniyatlarsa qo'llaringizdan kelsa Alloh yo'lida jigaram mana shu videomizni barcha WhatsApp guruhlariga podelitsiya qilingizlar. Nosozlik guruhiga, Parsizlik guruhiga, Kalmakislik guruhiga va jigalarimiz Istiqlol guruhiga barcha mana shu Xudoynazarov Xolmatov mana shu liniyadan kimki kuzatib turgan bo'lsa, shu videomizga befarq bo'lmaysa degan umiddaman. Jigalarimiz mana bugun men Parsiz mahallasiga keldim. 6 yoshlik Ramziddin degan boladan xabar olgani keldim jigalarimiz. Ahvolni ko'rasizlar jigalarimiz, achinarli holatda. Jigalarimiz hech kimda farzandi bunday bo'lib tug'ilmasin akalar ukalar. Hozir o'zlaringiz ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Kelin yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Salomatlik yaxshimi? Mana Saxot Besho obunachilarimiz kuzatib turibdi, akalar ukalar, opalar, singillar. Iltimos befarq bo'lmangizlar. Mana shu bola jigalarimiz 6 yoshda ekan, Ramziddin ekan ismi. Jigalarimiz Allohim har bir yigitga farzand bersin, avvalambor. Lekin mana shu yigit akalar ukalar o'zingiz ko'rib turibsizlar. Hozir video davomida tushuntiramiz. Sibirga berib qolgan ekan vaqtida bir tomoni urgan ekan akalar ukalar. Hozir oyoqda umuman bosolmaydi. Bir chekka qo'ysangiz chaqiringda. Xalq ko'zi bilan ko'rsin. Hech chekkadan qo'yib bu yoqqa chaqirsangiz, yurganini ko'rsin xalq. Mana ko'ryapsiz akalar ukalar, hech kimning farzandi bunday tug'ilmasin akalar ukalar. Bu tug'ilgan payt sog'-sog' tug'ilgan. Nima bo'lgan hozir bir hammasini enasidan o'zidan ma'lumot olamiz. Imkoniyatlarimiz qo'llaringizga kelsa, buni shu go'dak uchun, begunoh go'dak uchun akalar ukalar imkoniyatlarimiz boricha yordam qilingizlar. Har bir insonni Alloh ko'rib turibdi jigalarimiz. Buni shu onasi ham qiynaladi akalar ukalar. Buni shu bolasi qatori bolalar buni hovlisida o'ynab yuribdi, yugurib yuribdi, lekin mana shu onasi ko'ngli ezilib tugadi o'zi mana shu farzand mana shunday bo'lgani uchun. Mana oyoqda uchida turadi. Jiga qo'ysangiz, operator oldindan ko'rsating. Mana oyoqda uchida turadi. Hozir bir yigitga nima yordam kerak, nima qilish kerak, hammasini mana onasining o'zidan ma'lumot olamiz akalar ukalar. Videomizni kuzatib boringizlar, iltimos befarq bo'lmangizlar. Bir sim, ikki sim hammaning kissasidan tushib qolayotgan narsa. Har bir insonda Alloh ko'rib turibdi. Imkoniyat bo'lsa qo'llaringizdan kelsa mana shu Qurbon hayiti oldi bilan imkoniyatlaringiz boricha yordam qilingizlar akalar, sizlardan iltimos. Xo'p, kelin, mana Saxot Besho obunachilarimiz kuzatib, saxiy insonlar kuzatib turibdi. Assalomu alaykum Qizlovat TVning obunachilari. Men sizlardan shu bo'lim uchun massaj, hijoma xizmatlari bor. Mana hojibomiz sizlarning xizmatlaringizda Moskva, Podmoskvada yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga. Mana bu akalarimiz akalar ukalar ko'chaga chiqolmaydi ekan, o'zlarining yotgan joyiga, ya'ni uyiga kelib, mana massaj hijoma qilyapti, o'zingiz ko'ryapsizlar.
kimki o'zini mana shunday qilib lechina qildirmoqchi bo'lsa akalar ukalar, bemalol mana hoji bobomizni o'ziga telefon qilib bo'lasizlar. Xolos ularni joylaringizga kelib, xolos hoji bobomizni o'zining ofisiga boringizlar. Ekranda ko'pda telefon nomeriga telefon qiling. Ha,